Pulli rezultat. Yoqdimi sizga? Rezultat bomba. Yoshligimda ham bunaqa yuzim bo'lmagan. Bor yo'g'i ikki kunlik rezultat. Sizlarga ishonchim komil edi. Hammasi zo'r bo'lishidan, lekin bunchalik bo'lishini kutmagandim. Hozir badan yoshim, ruh yoshimdan ham yosh bo'lib ketdi. Qanaqa bo'ladi deb o'ylagansiz rezultatlar? Yaxshi rezultat tutganman, ishonchim komil edi sizlardan, chunki anchadan beri sizlarni kuzatib kelaman Instagramdan. Lekin bu darajada yuzim yosharib ketadi deb o'ylamaganman. Qoshlarim yoshligida ham bunaqa bo'lmagan. Yuzlarim, podborodkalarim bu darajada tarang tortib. Siz ortig'i bilan bo'ldimi yo? Ortig'i bilan bo'ldi. Juda ham xursandman. Eng ko'p xursand bo'lganim chandiqlardan qutulganim. Mana bu chandiqlar, mana bunisi, mana Chunki bu chandiqlar bilan men 3 yil qiynalib bekitib yurdim. Meni juda ruhiy holatimga qattiq ta'sir qildi. Shu kosmetologlarda neudachniy operatsiya qildirgandan keyin ancha 3 yilgacha qiynalib yurdim. Ruhiy holatimga ta'sir qildi. Azob tortdim, kesgan joylar bitmadi. 1,5-2 oygacha visochniy zonam bitmasdan boshimni yuvib olmay yurdim, yiringlab keturdi. Juda qattiq qiynaldim. Keyin shramlar tashavordi, kengayib ketdi. Uni hech qanaqa tortilgan effekti ham bo'lmadi, ham yuzimga nuqson tushirib qo'yishdi. Hozir hech qanaqa og'rig'im yo'q. Eski shramlardan qutuldim. Ham yuzim xohlaganimdan ham a'lo darajada tortildi. Juda narkozdan eng ko'p qo'rquvim o'zi narkozdan bo'lgandi. Narkozga ko'zimni yumib kirdim, ko'zimni ochdim, operatsiya tugadi. Hech narsa sezganim yo'q. Og'riqlar bormi? Og'riqlar ham yo'q. Mana yuribman. Hech qanaqa ko'ngil aynishi ham yo'q. Komandamizdan, professor ustozimiz ana shu deyishdan bizdan rozimisiz? Hammadan roziman. Baraka topinglar. Alloh umringizga, rizqingizga baraka qo'shib bersin. Qo'llaringizga dard ko'rmasin. Har doim shunaqa qo'linglar yengil bo'lib, ayollarni go'zallashtirib yuringlar.